Jahon chempionatidagi safarimiz tugadi. 3 o'yin ham juda zo'r o'tdi. Endi to'g'ri bu safar omadimiz kelmadi. G'alaba qozona olmadik. Lekin 3 o'yinda menimcha O'zbekistonning kuchi qanaqaligini ko'rsatib qo'ydik. Endi har qanday negativ gapirib, kimnidir yomonlab, kimgadir aql o'rgatgan menimcha foyda yo'q. Nega? Asosiysi jahon chempionati menga yoqqan joyi. Bu jahon chempionatida O'zbekiston ham yaxshi o'ynadi, ham muxlislarim bilan butun dunyoga O'zbekistonni O'zbekiston tanitgani zo'r. Endi bu yog'iga yaxshi narsalar o'ylab, futbolchilarimizni ham iloji boricha yaxshi qo'llab-quvvatlab, keyingi jahon chempionatiga undan ham zo'r tayyorgarchilik qilsak, menimcha yaxshi bo'ladi. Hozir internetda ko'p narsalar chiqyapti. Qo'shni davlatlar, uzoq xorijlik do'stlarimiz O'zbekistonni qo'llab-quvvatlab turganda o'zimiznikilar chiqib olib negativ qilish menimcha yaxshi emas. Undan ko'ra kerakli shunchaki narsa xotirjam qabul qilib, keyingi jahon chempionatiga bolalar bu safargi tajribasini hisobga olgan holda keyingi jahon chempionatida jiddiyroq narsa ko'rsak, menimcha yaxshi bo'ladi. Birinchisiga nega zo'r bo'ladi. Imkon darajasida bundan ham zo'r qilib, keyingi safar jahon chempionatiga yaxshilab qo'llab-quvvatlab turamiz. Bolalar ham bundan ham zo'r tayyorgarchilik bilan yaxshi natijalar 2030-yilda bo'ladigan jahon chempionatida ko'rsatishadi deb umid qilamiz. Yaqin vaqtda, adashmasam yanvarda Osiyo chempionati bo'ladi. Osiyo chempionatida xudo xohlasa jiddiyroq narsa kutsak bo'ladi. Kommentariyada o'zingizning fikringizni qoldirib ketish unutmanglar. Hammaga rahmat.